Assalomu alaykum, meni YouTubedan kuzatib turgan aziz muxlislarim, tomoshabinlar. Men o'zi odatda bunaqa videolar kam qo'yaman, lekin bu ko'p ayol uchun juda manfaatli bo'ladi. Chunki men o'zim ayol sifatida juda ham kerakli bo'lgani uchun xarid qilganman. Eshitgansizlar, Rabaklin pilsosini meni juda ham ko'p tanishlarim tavsiya qilgandan keyin oldim, lekin ungacha qiziqmaganman. Bu Elior Rabaklinde ishlaydi. Men nimaga endi aynan Elior tanlab Eliordan olganmiz. Ko'p qarindoshlarim, o'rtoqlarim ham Eliordan olib, menga Elior o'zi o'rtoqlarim tavsiya qilibdi. Xullas kalom, halol yigit, sotishim kerak ekan, soqqamni qilib sotib ketaman demaydi-da. Halol bola o'zi mana apparatni to tushunmagunimgacha o'zi o'rgatib, ba'zan telefon qilib Elior, men buni tushunmayman desam tushuntirib berdi. 2 oydan oshdi bu apparatni olganimizga. Menga ko'p rabaklinchilar oldin telefon qilib ezib yuborardi-da. Elior, o jonga deydilar, telefon qilmanglar, rabaklin kerak emas menga deb yuborardim. Lekin siz bilan meni tavsiya qildi o'rtoqlarim, sizdan oldik, men nechta qarindoshlarim oldi sizdan. Ishlatib ko'rib, haqiqatan kerakligini, zo'rligini bildim. Endi men sizlarga buni qisqacha obzor qilib beraman. Ko'pchiliklar bilaman, rabaklin desa hali ishlatib ko'rmasdan joniga tegishi mumkin. Sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bu rabaklin pilsosi, bu чисто germanskiy, to'g'rimi? Albatta. Undan tashqari buni 10-15 xil vazifani bajaradi, funksiyalari bor-da. Auditoriyamdagi ayollarni ko'pi bilmaydi. Faqat pilsos qiladi deb o'ylaydi-da. Endi siz bilasiz, bittalab o'zingiz profsiz, tushuntirib berasiz. Bu nasatkasi o'sha gilamni turgan joyda o'zi yuvib chayib quritib beradi. Mana bunisi, Bu yo'li mana turbasi, bunisi miyaqki mebellarni sukhoy changini olamiz. Ya'ni divan, kreslo, uголовlarni turgan joyda. Oralariga, ichlariga kirib qoladi-yu, mana ushoq bo'lib ketadi. Bu yoqda cho'tkasi bor, cho'tkalab, vibratsiya berib, ichidagi changlarni ham tortib oladi. Bunisi masalan uyda gullarimiz bo'lsa yoki uy havosi qurib ketgan vaqtida ichiga suv to'ldirib bemalol uy havosini namlab olsak bo'ladi. Ya'ni parlatib suv sepib beradi. Burchlar uchun bemalol o'sha burchi, plyonchlar, uголовой joylarga bemalol ishlatsak bo'laveradi. Qirmaydi, chizmaydi mana. Bunisi ham o'sha mini, o'sha kichkina joylarga, miyaqki mebellarga, o'sha mana katta nasatga kirmaydigan joylarga buni ishlatib olsak bo'laveradi. Tepada mana tiyagalar bo'ladi. Qirmaydi, chizmaydi, shilmaydi. Masalan, tepada chang emas, asosan is bo'ladi, is olishga ishlatib olsak bo'laveradi. Chang islarni olib beradi. Bunisi shampuni, mo'yishiga ishlatsak bo'ladi buni. O'zini shampuni o'sha komplektida chiqadi. Gilamga ham, miyaqki mebelga. Gilamga ham, miyaqki mebelga ham ishlatsak bo'laveradi. Bolali xonadonda uy kislorodi toza bo'lishi kerak. O'sha paytda o'zi xalros olib ko'rsatib ko'ramiz. Apparat ichiga shundan qo'shib solib qo'ysanglar, yoqib qo'yasizlar. O'zi avtomatik kislorodni o'ziga chang havoni tortib, xonadagi o'zidan toza havo chiqarib beradi. Hamma changlarni tortib oladi. Bu yog'i oldin eski modelda gilam yuvadigan nasatkasi bo'lgan. Hozirgi kunda buni mana bu o'ziga qo'yiladigan yana nasatkasi bor mana. Qo'yiladi, bemalol kafeli joylarga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni pulni shvabrada pul artib yurmaymiz. Mana shu o'zi bemalol yuvib chayib quritib beraveradi bu ham. Bunisi orqasida turadi HP filtri. O'sha uyda pishiriq kuydirib bo'lganda yog' hidlari chiqadi-yu, o'sha hidlarni o'ziga oladi. Mana shu filtr o'ziga olib qoladi o'sha yog' hidlarini. Divan yuvadi bu, divan, kreslo, uголовlar, o'sha miyaqki mebellarni yuvib oladigan nasatkasi. Suv otardi. Biz o'tgan safar yuvdik-ku. Bu yog'idan suv otadi, mana orasidan mana shishaning tagidan tortib oladi qismini. Pul tarkitlarga sukhoy ishlatsak bo'ladi mana. Cho'tkasi chiqadi o'zidan. O'sha pul, tarkit, kafeli joylarga sukhoy changini oladi. Bunisi sukhoy changini olsa, bu aytgandek, bunisi yuvib beradi, tozalab beradi. Tashqariga olib chiqib, o'zimiz urib, qoqib, savalab tozalardik. Hozir endi buni iloji yo'q, masalan, mebellar bor. Mana shu narsatga o'sha gilam turgan joyda urib, qoqib, savalab tozalab beradi. Minutiga 4000 marta savalab beradi. Gilamni ichiga kirib ketgan, oralarga tiqilib qolganini ham shunaqa tortib berar ekan, lekin. Xuddi shunaqa. Bu vibratsiya bilan ishlaydi. Vibratsiya bilan ishlagan hisobiga, masalan, spalnining matraslari bo'ladi. Katta, qo'pol, qalin bo'ladi. O'sha matras ichidagi changlarni ham tortib oladi. Bemalol matrasimizni tozalab olsak ham bo'laveradi. Mo'yishi shilankasi. Lekin вообще mana shunga maza qildim bor-ku, boya ham aytib o'tdim-ku, ko'pchiliklar deb. Biz yoshligimizda eslayman, pilsosi mana shunaqa joy uzilib ketaverardi, chiqib ketaverardi, borib ustiga skotchlab qo'yardik-da biz. Hozir qarang, bu gelmi. Qarang. Gel kauchuk trus, uncha-munchaga haligi ikkita tomondan ushlab arqon tortib o'ynasa ham bo'laveradi. Hech narsa qilmaydi bunga. To'xtang, Elior. Men buni ham tushuntirib ketay. Men yengilliymanga. Bu nima bu? Bunaqa cho'miladi. Bu dushovoy leki, dushga o'rnatiladi. Bu o'sha klientlarimiz bir martalik o'sha apparatni живой reklamasi bor. Uyiga besplatniy bu narsa, uyiga chaqirib, apparatni живой reklamasini uyida ko'rib oladigan bo'lsa, mana shu sovg'a qo'shib beriladi. Bu besplatniy sovg'aga. Rabaklinni kim sotib olsa, o'shanga bu sovg'a. O'zi qozon nabor ham sovg'aga berasizlar-ku. Yo'q, qozon nabor Rabaklinni sotib olsa. Bu shunchalik bir martalik Rabaklinni живой reklamasini uyida ko'rishni niyat qilib, biz
o'zi dilerlarimiz sotib olmasa ham? Yo'q. Sotib olmasa. Shunchaki uyga 15. Unaqa demang, sotib olmasam hamma chaqiradi sizni. Men bundan olaman deb. Bu nima vazifani bajaradi? Buni qanaqadir bir qoyillatadigan tomoni bormi? Buni qoyillatadigan tarafi mana, qarang, ichida o'zini filtrlari bor, mana bu yerda mana. Bu hozir masalan endi suv quvurlari ancha eskirib ketdi-yu, ha? Xlor. Ha, xlor keladi, loyqa keladi, zang keladi, o'shalarni hammasini mana filtr o'ziga olib qoladida, chiqayotgan suvni mana mineral donachalari minerallashtirib, yumshoq qilib chiqazib beradi. Bu yerda mana ninadan ingichka teshiklaridan suv har xil anaqada chiqadi, massajniy bo'lib, yomg'irli bo'lib. Xo'p, shu rabaklin biratulasi mana hozir aytib o'tib, biratulasi ishlarini yoqib ketaveramiz, nima vazifalarni bajarib beradi. Birinchi o'sha changlarni tortib, havoni tozalab beradi. O'shani mana bitta ko'rib olamiz. Bu yerda mana o'zining kabellari bor. Bachoyga biz suv quyib oldik. Mana o'sha toza suv keling, mana bachoyda o'zini ham ichidagi suvni ham bitta ko'rib olaylik mana. Toza tiniqligini. Tiniqmas endi baribir rakvinadan olingan xlor suvdek baribir. Voy, changga qarang. O'shanda hozir biz buni har bitta xonaga yarim soatdan qo'yib qo'yamiz-da. Xuddi shunaqa. Bir kunda bitta ishlatib qo'ysak, shu bilan xonani o'zi tozalab yuboradi-da. Xonani havosini har doim svejiy qilib beradi. Aha. Changni o'ziga tortib svejiy havo chiqazgan bo'lsa, ikkinchi funksiyasi mana xuddi shuni yoqamizda, mana ion funksiyasi bor, qo'shib qo'yamiz. Ion funksiyasi nima vazifani bajarib beradi? Bizga orqa krishkasini ochib qo'ysak, bu tog'dagidaqa kislorodli havoni chiqazib beradi. Uyda rabaklini bor klientlar ham aromatini mana xuddi sizdagidaqa holat bo'lib yo'qotib qo'ygan bo'lsa yoki tugab qo'ygan bo'lsa, обязательно faqat o'zinikini ishlatish kerak degani emas, o'zimizga yoqqan, xohlagan atirlarimizni suvga solib ishlatsak bo'laveradi. Bo'ladi? Bo'ladi. Bo'ldi. O keldi. Уже chiqdi sразу. Hozir men sizlarga indiyskiy naigrish qilib rol o'ynab shu bokaldagi kofeni to'kib beraman. Bo'ldi. Men charchadim. Bas, yetar. Tozalang. O'rtoqlar, kofeni bilasizlar, juda ham qop-qora, bo'lib ham juda ham temniy variantini to'kdik. Mana buni qaranglar. Qaranglar tortganini. Maksimal darajada tozalab tashadi. Qoyil lekin. O'rtoqlar, sizlarga maksimal darajada buni funksiyalarini, vazifalarini, ya'ni ko'rsatishga harakat qildik, lekin vaqt yetmaydi. 1 soat, 2 soat ham yetmaydi. Har bittasini detal ko'rsatsak, lekin tushuntirib berishga Elyor harakat qildi. Yaxshi apparat va arzon bo'lmaydi, bilasizlar. O'shaning uchun bu Rabaklinda sizlarni o'ylagan holatda muddatli to'lovga ham berishyapti, Elyor. Albatta. Necha oyga berasizlar? Uzoq 24 oygacha. Uzoq 24 oygacha berasiz. Foiz penalarsiz. Bu kredit emas. Hech qanaqa foiz yo'q. Hech qanaqa foiz yo'q. Ko'pchilik klientlarimiz so'raydi bizdan qiziqib, обязательно davlat ishida ishlashimiz shartmi, plastik karta bo'lishi shartmi, dohod bo'lishi shartmi? Yo'q, unaqa narsa shart emas. Hech qayerda ishlamasa ham bu narsa qilib berilaveradi klientlarga. Shu pasportiga, nomiga. Pasportiga. Bitta pasportiga, aha. Hatto men ham bo'lib to'lashga, muddatli to'lovga xarid qilganman Rabaklinni. Do'stlar, men yana qaytarib o'taman. Agar sizlar Rabaklin sotib oladigan bo'lsanglar, mana men Rabaklinni o'zimni zo'r prochunni qozoni sizlarga sovg'aga beriladi. Bu mutlaq besplatni. Undan tashqari sotib olsanglar ham, sotib olmasanglar ham prosta sizlarga kelib shu narsalarni obzor qilib ko'rsatib ketishiga sizlarga men bu nima deydi buni? Dushovoy leykani podarka qilib berib ketishadi. YouTube'da tagiga telefon raqamini chiqarib qo'ydim. Telefon qilinglar. Xonzodani reklamasidan ko'rdik, sizni maqtashdi. Именно sizdan olmoqchimiz desanglar, xudo xolasa uyingizgacha borib o'z apparatlari bilan ishlatib ko'rsatib, keyin sizlarga o'sha muddatli to'lovga beradi Elyor. Elyor, tashrifingiz uchun rahmat. Yo'q demasdan kelganingizga, chunki o'zingiz chaqirdimda, o'zingiz tushuntirib bera qoling. Hammangizga e'tibor uchun rahmat kattakon. Bemalol telefon qilib zakaz qilib xarid qilaverasizlar. Mazza qilib ishlatganingizda meni duo qilib qo'yasiz, lekin men aniq bilaman, hech kim buni sotib olgandan keyin bekor olibman demaydi. Aniq bilaman, duo qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr.